Assalomu alaykum hammaga. Mani kuzatib borayotgan muxlislar, tomoshabinlar. Sahnada turgan notiq yoki qanaqadir hofizmi, farqi yo'q. Qiziqchimi? Ko'p hollarda qarsak kutadi. Qarsak chalinglar deydi. Shunaqa shovqin qilinglar deydi. Sababi ularga o'sha shovqin, qarsak, olqish bu ilhom berar ekanda. Endi biz blogerlarga nima ilhom beradi desa, aktivnost, ya'ni ko'rgan odam bitta like bosib qo'ysa yoki tagiga kommentariy yozsa yoki obuna bo'lsa, masalan, ana o'shanda bizga ilhom kelar ekan, ishimizga qiziqishimiz ortar ekan. Ya'ni energiya paydo bo'lar ekan. Like bosyapsizlar, sizlarga kattakon rahmatimni aytaman. Menga qo'yayotgan videolarimga e'tibor bo'lgani uchun yana ham ishtiyoq oshyapti. Uning uchun sizlarga rahmat aytaman. Agar meni ko'rayotganlar bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, qancha sizlar like bosib, aktiv bo'lsanglar, men har kuni qo'yib boraman nimalardir. Albatta, hayotimizga kerak bo'ladigan gaplar. Salomat bo'linglar.